Savoliga kimda kredit olishga ehtiyoji bo'lib turgan bo'lsa, aytsangiz bo'ladi, tushuntirib aytib beramiz. Sizda nima bo'yicha faoliyat yuritasiz? Mana shu chorvachilik bo'yicha kreditlarimiz bor. Chorvachilik bo'lganda nima olasiz hozir? Qo'y olamiz, mol olamiz. Mahallamizda mening mahallam bor, 100 million so'mlik kafillikdan asosida chiqarib beramiz. Biznesga birinchi qadam beramiz. Summancha so'mda olish neyimiz bor. Şu an qarab turib, hozircha 10 million bo'lsa, 10 million bu biznesga birinchi qadam degandan ko'rib beramiz mahallamizda. Kafilligingiz bor ekan. Bu shunda ishlab beramiz. Foizi 26-27%. Ayol qizlara 26%dan chiqarib beramiz, erkak kishilarga 27%dan. O'z-o'zidan pullar oluvchi kafilligini ishga olib qo'yadi.